Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi akalar. Do'konimizga 30 kilovatli, 20 kilovatli hamda 50 kilovatli generatorlarimizdan yetib kelgan akalar. Bugungi video obzorimizda shu generatorlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolar bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Eng kattasidan boshlab tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rishlaring mumkin, 63 kilovat yozgan, o'ziga 50 kilovat to'liq chiqarib berishga mo'ljallangan bo'ladi akalar. 220 hamda 380 qilib bemalol montajlarini qilib foydalansalaring bo'laveradi. O'zidan kabellar chiqartirib qo'yilgan akalar. Xo'p, motorlarga qo'yib bemalol toklarini chiqarib foydalansalaring bo'laveradi. Bu tarafda o'zini shikif qo'yadigan joylarigacha o'rnatib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, $1250 baraka qilaveramiz. Undan tashqari menga kichikroqdan kerakdigan akalarimiz uchun 20 kilovatli hamda 30 kilovatli variantdagi generatorlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Bularda ham motori 100% mis motorlar bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha kafolatlari yozib beriladi. O'zini sertifikatlariga necha volt tok chiqarishi, necha kilovat tok chiqarishi hammasi yozib beriladi akalar. Bular 1,5 ming oborotga ishlab berishga mo'ljallangan. Shikiflari tayyor holda, qoqilgan holatda bo'ladi. Bemalol olib borib motorlarga o'rnatib foydalansalaring bo'laveradi. Xo'p, mana bulari 30 kilovatli variantda bo'ladi. Bularning narxiga keladigan bo'lsa, 20 kilovatli variantini $550 dan, 30 kilovatli variantini $650 dan dastlabkilari bilan kelishilgan hollarda 12 ta viloyat bo'ylab qilib beraveramiz. O'zida datchiklari bilan o'rnatilgan bo'ladi. Necha volt tok chiqib turganini bemalol ko'rib foydalansalaring bo'laveradi. Bu tarafda o'zini montajlarini bemalol toklarga qilib foydalanaverasizlar. 220 380 necha volt tok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib foydalansalaring bo'laveradi akalar. Eng sifatli hamda arzon narxdagi generatorlar izlab yurgan akalarimizga jo'natib qo'yaverasizlar. Barcha turdagi generatorlarimizda mavjud. 20 kilovatdan tortib 200 kilovatgacha generatorlarimizda zakaz asosida 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beraveramiz. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozorida joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari generatorlarimizga o'rnatib berish uchun akalar motorlarimizdan yetib kelgan motorlarimizni ko'rishlaring mumkin. Ikki xil motorimiz mavjud bo'ladi. Xo'p, salarka motorlarimiz 11.00 hamda 11.15 motorlar bilan jihozlashgan bo'ladi. Bularda ot kuchi 16 ga 18 ot kuchi bo'ladi. Salarka rasxodlari 1 litrdan 1,5 litrgacha bo'ladi. Xuddi shunaqa generatorlari bilan motorlar, salarka motorlar komplekt holatda mana bunaqa ramalarga necha pulga bitishini bemalol aloqaga chiqib zakaz berib to'liq ma'lumotlarini so'rab surishtirib olishlaring mumkin. Video ostida nomerlarimiz mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring akalar, to'liq ma'lumotlari Telegram orqali tashlab beriladi. Motorlarimizda komplektida o'zini shikiflari bo'ladi. Xo'p, ключ naborlari bo'ladi, vozdux filtrlari, undan tashqari statorlari ham mavjud bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Yetkazib beraveramiz. Arzon narxlarda, eng arzon narxlarda biz do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin. Eng arzoni nimagaki mis motor bo'lyapti akalar, $650 ga 30 kilovatlisi. Agar alyumin motor qo'yib beradigan bo'lsak, 30 kilovatlisini $550, $500 ga to'g'rilab bersak bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar.